Ozoda, kasbimni olib chiq, men ishga ketdim. Hozir. Bo'pti, Ozo, men ishga ketdim. Shoshmang. Shunaqa yuraveramizmi? Nima qilibdi yurishimizga? To'yimiz bo'lganiga 1 yildan oshdi. Amani ham, uydagilarimni ham orzu-havasi bor Akbar aka. Nima? Meni ham orzu-havasim yo'q deb o'ylaysanmi? Yoshligingizda sovuqda kamroq ishlashingiz kerak edi-da. Mana asorati. Sizga tegib o'zim nima ko'rdim? Ey! Tilingga erk berma. Ayol kishisan-da. Bo'lmasa o'zim bilardim. Qarab tur. Shundoq ko'rsatib qo'yaman hali senga. Nomardlarga qo'lim cho'zmadim, xiyonatga hiyla tuzmadim. Hammasini ko'rguvchi bordur, Xudoyimdan umid uzmadim. Qadrsizlar qadrim bilar deb, yurakdagi dardim bilar deb, ketgan omad bir kun kelar deb, Xudoyimdan umid uzmadim. Do'stni do'st deb yuragimda g'am, vafosizdir qoshlari qalam. Dunyolardan to'yib ketsam ham, Xudoyimdan umid uzmadim. Omadsizlik ochganda quchoq, darjonimga bo'lganda mushtoq, yaqinlarim ketganda yiroq, Xudoyimdan umid uzmadim. G'am ortidan kelganda quvonch, shaytonlarni oshin suzmadim. Bandasidan qo'rqadi ishonch, Xudoyimdan umid uzmadim. Goh yurak g'amlarga to'lib, yig'lamadim, yashadim kulib. Hasad emas havaslar qilib, Xudoyimdan umid uzmadim. Yuragimda armon bo'lsa ham, atrofimda do'stlar to'lsa ham, davrim kelib omad kulsa ham, Xudoyimdan umid uzmadim. Qadrsizlar qadrim bilardi, yurakdagi dardim bilardi. Ketgan omad bir kun kelardi, Xudoyimdan umid uzmadim. Xiyonatga hiyla tuzmadim. Hammasini ko'rguvchi bordur, Xudoyimdan umid uzmadim. Do'stni do'st deb yuragimda g'am, vafosizdir qoshlari qalam. Dunyolardan to'yib ketsam ham, Xudoyimdan umid uzmadim.
Bemor, o'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Ha, chidasa bo'ladi. Yaxshiga o'xshamayapti. Boshingizda ozgina chayqalish bor. Kim sizni bunchalik do'pposladi? Hech kim do'pposlagani yo'q. Shunchaki o'zim yiqilib tushdim. Menda hammasi yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Adashmasam, ayolingiz bilan analiz topshirgani kelgansiz a? Ha. Ayolim bilan kelib analiz topshirib ketgandik. Siz javobini olishga ham kelmagan ekansiz. Aslida sizda hammasi joyida ekan. Nima? Qanaqasiga bunaqa bo'lishi Xavotir mumkin? oladigan joyi yo'q. Ayolingizda ozgina shamollash bor ekan. Bitta ikkita ukol yozib beraman, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xavotir oladigan joyi yo'q aka. Rahmat sizga. Ha, mayli. Tuzalib keting.